Ballar bo'ldi, kelinglar choy ichamiz. Biz keng el, mehmondo'st ham balashan xalqmiz. Biz uchun shang'arag'o'lla, farzand bo'lsa qadrli. Urushlarında ata-bobolarimiz qancha balalar basin sipagan. Bugungi qahramonimiz da 6 balani shang'arag'ini qabul etib, ularga balalik baxtin in'om etmoqchi. Balaki o'lim qalar edi mehrda. Do'stlarimday quvonib, ata-ana devimda. Balam tur deb ovqatga chaqirib anam, akam o'yinchoq berib o'ynasa bizben. Sezingim kelar edi balalikdan baxtin menda. Men Jumanazarova Adolat ko'p yillardan beri Beruniy tumani elektr ta'minoti korxonasida avval elektromonteur lavozimida, hozirgi kunda operator lavozimida ishlab kelmoqdaman. Oilamizda 8 ta farzandni tarbiya qilib kelmoqdaman. Shu qatori mana o'z ish faoliyatimni ham yurgizmoqdaman. Ko'pchilik so'rashadi mendan, qanday ulgurasan hammasiga? Ulgurasam o'zi ham davlat ishi, ham shu 8 nafar farzandni tarbiyasiga qanday ulgurasan deb ko'pchilik so'rashadi. Bola tarbiyasiga ham, bolalarni ovqatlariga ham, o'qishlariga ham, hammasiga tadbirkorlik, masalan, xususiy bog'chamga ham, kunduzgi parvarishga ham hammasiga o'z navbatida ulguraman. Soat 6 da uyg'onib, hammamiz birgalikda nonushta qilib, bolalar kollejga, o'qishga hammamiz ertalab uydan chiqib ketamiz. O'zim keyin bolalarni o'qishiga, bog'chaga olib borib, soat 9 da o'z ish faoliyatimni boshlayman. Beruniy tumani elektr ta'minoti korxonasida 15 yildan beri ishlayman. Hozir operator lavozimida ishlab kelmoqdaman. U yerda fuqarolarning murojaatlarini qabul qilib ishlayman. Hamkasblarim bilan yaxshi munosabatdaman. Kollektivimiz bilan birgalikda hamjihatlikda ishlar olib boramiz. Hamkasbimiz Adolat Jumanazarova o'z ishiga mas'uliyati bilan yondashib ishlab kelyapti. Ishga o'z mas'uliyati bilan operatorchilik lavozimida ancha yillardan beri ishlab kelmoqda. Hamkasbimiz Adolat Jumanazarova oilasida 8 ta farzandga onalik qilishiga qaramasdan farzandlarining tarbiyasida ham, ishda topshirilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarib kelyapti. Men bu hamkasbimiz Adolat Jumanazarovaning haqiqiy qahramon ona, haqiqiy o'z ishining mas'uliyatli hamkasbimiz deb tushunaman. Ish tamom bo'lgach, uyga shoshilib borib, o'sha bolalarning nimasida ovqat berishim kerak deb uyga shoshilib boraman. Har doim shu shoshilib yuraman, uyga borishim kerak, bolalarga qarashim kerak, ovqatini berishim kerak. Bolalarim oilaga yaxshi moslashib ketdi. Rus millatiga mansubligiga qaramasdan o'zbek oilasiga, o'zbek xonadoniga moslashib ketdilar. Men o'zi bular haqida aytsam yig'lag'im keladi, bolalarim haqida so'zlasam. 2022-yillari yoz oylarida Zo'r TV kanalidan shu bolalarning rasmlarini qo'yib, menga mehribon oila kerak deb adreslarni qoldirgan, shu televizordan ko'rib men shu raqamlarga murojaat qilganman. Toshkent viloyatida Chirchiq shahri 14 sonli mehribonlik uyiga borib murojaat qilgandik.
O'sha yerda farzandlarni ko'rdik. Hozirda jami farzandimiz 8 ta, mehribonlik uyidan olgan bolalarimiz 6 ta, o'zim farzandim 2 ta, jami 8 ta, hammasi o'g'il bola. Ko'rganlar kulishadi, futbol komandasi bo'libdi-yu deb. Suyunch filmidagi misol keltirishadi yoki Farmon bu qaynona bo'lasan ekan deb nima qilishadi. Men bundan juda faxrlanaman. O'zim farzandlarimdan ham ortiq ko'raman. O'zim farzandlarim qatorida ko'raman. O'zim farzandlarim ham yaxshi ko'radi bularni. Hech qachon bir begonaday qaramagan. Masalan, bir joyga ketsalar, kechda uxlamasdan borib olib kelgan kunlarimiz ham bo'lgan. Shu bolalarim shularni olib kelib bering deb yig'lagan vaqtlari olib kelganmizda, shularni borgan joyidan qaytarib olib kelganmiz. O'zim farzandlarim ham o'zining akasinday ko'radi bularni. To'g'ri, kelgan vaqtlari xarakterini tushunish, moslashish qiyin bo'ldi, lekin men uddasidan chiqdim. Agar bular ketsa yoki yo'q bo'lsa, men tasavvur qila olmayman. Vatanga to'kildi durdek duolar, iltijomga to'lgan eru samolar. Aromatda bo'lsa olam Hindiston, dunyoda gunohga qolmaydi imkon. Tajdan boshimni olmayman ishon, onamni jonini og'ritma Robbim. Men uchun duoyi jonda, uningdek mehribon yo'qdir jahonda. Kuni kun so'rayman yolvorib sendan, onamni jonini og'ritma Robbim. O'g'il bola onaga ko'proq mehr berishar ekan. Qiz boladan ko'ra o'g'il bola onaga ko'proq mehr berishadi. Hammasini birga aylantiramiz. To'ylarga ham, boshqa joylarga ham hech qachon hech qaysini tashlab ketmaganman. Agar boradigan bo'lsam, hammasini birgalikda olib boraman. Qarindoshlarimiz ham chaqirgan payti yoki to'yga aytgan payti bolalaring hammasini olib kel, bolalaring qolib ketmasin deb o'zlari aytishadi. Hech qaysini tashlab ketmaymiz, hammasini birgalikda olib ketamiz. Men ham ishdan kelsam, hammasi birgalikda yugurib chiqadi. Hattoki tashqariga ham chiqishadi. Narsa olib kelgan bo'lsam, narsalarni tushirishga yordam beradi. Dadamiz agar ishdan kelsa, bayram bo'lib ketadi. Hammamiz birgalikda baqir-chaqir qilib kutib olamiz ishdan kelgan payti. Oyoq kiyimlarni ko'rib, patinka sotadigan qo'shnilardan so'rashar ekan, patinka sotadimi bu uy yoki uyda bir narsa bo'lyaptimi deb hayron qolishib so'rashar ekanda qo'shnilardan. Yo'q, buni bolalari ko'p, 8 ta bolasi bor deb aytsa hayron qolishar ekan. Yo'q, buncha yaxshi deb. Bozorlarda olib yursam ham, masalan, kiyintirishga yoki bozorlik qilgan paytimda ham bular rus bolalar-ku, rus bolalar bo'lsa, yonimda yursa savol berishadi sotuvchilar. Nima rus bolalar, kimni bolalari bu deydi. Meni bolalarim desam hayron qolishadi. Nima turmush o'rtog'ing rusmi deyishadi. Endi men xijolat bo'laman, chunki bularni men boqib olganman deb hech qachon yonida aytmayman, chunki bular ko'ngliga kelib qolmasin deb aytmayman-da bu bolalarni. O'zim bolalarim desam keyin savollarga ko'mib tashlashadi. Yana 8 tasi bilan yursak, hamma hayron qolib qarashadi-da. Hammasi o'zingkimi deb so'rashadi. Hali yoshsan-ku, necha yoshsan deb so'rashadi-da. Bunchalik 8 ta bola. Birinchi bu qarorga kelishimizdan oldin ota-onamiz bilan maslahatlashganmiz. Meni onam vafot etgan. Dadam bilan maslahatlashganimda hali yoshsan qizim, o'zing farzandlaring bor, qanday bo'larkan, qiynalmaysanmi deb nima qilganda yo'q, xudo xolasa uddasidan chiqaman. Men o'zim oldimga shunday maqsad qo'yganman. Xudo xolasa bir yaxshi ishlarda ishlab,
shu eng namunali oilalardan biri bo'lib, farzandlarim o'sha bolalarni boqib olsam, farzandlarimga ham o'rnak bo'laman. Bir yurtimizga yaxshi, bir kelajakda bir foydasi tegadigan farzandlar tarbiya qilaman deb maqsad qilganimdan o'sha aytgan paytim dadam ham nima qilgan bo'ldi, agar uddasidan chiqsang men qarshilik bildirmayman degan. Turmush o'rtog'im meni qo'llab-quvvatladi. Yaxshi-ku, agar 10 ta farzandimiz bo'lsa deb qiynalgan paytimda yordam berdi. Hamisha yonimda turib, menga dalda berib turdi. Biz ayolim bilan kelishilgan holda Berin tumanidagi 2-sonli oilaviy bolalar uyini ochganmiz. Unda hozirgi kunda 6 nafar farzandim, общий 8 nafar farzandimiz bor. Undan tashqari kunduzgi parvarish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. O'sha mehribonlik uyida Churik Maksim degan farzandim 6 ta oiladan qaytgan. O'sha menga berishayotgan paytim, bu ko'nikmaydi, bu 6 ta oiladan qaytgan. Buni xarakteri og'ir. Baribir men o'sha Churik Maksimni tanladim. Oilaga olib ketaman, o'zim tarbiya qilaman. O'zim xudo xolasa bir yaxshi inson qilib tarbiyalab, farzandlarni o'sha yaxshisini emas, xulqi yomon bolalarni o'zim tanlaganman. O'zim xudo xolasa yaxshi inson qilib tarbiyalab beraman deb o'zim tanlab olganman o'sha bolalarni. Sport mashg'ulotlariga qatnayman. Hobbi rasm chizish, dadam bilan ko'p yuraman. Bu yoqqa kelganimizga 4 yil bo'ldi. Shu vaqtdan beri hech kim bir-birini ajratmaydi. Ota-onam bizning bolalarimiz deb ko'radi. Bizlar ham ota-onamiz o'zimiz родной deb ko'ramiz. Misol uchun men o'zim ko'pincha dadam bilan yurganim uchun, ota-bola bo'lganim uchun hamma dardlarimni, bir muammolarimni hammasini dadam bilan surishtiraman. Agar bir narsa qilmoqchi bo'lsam, hammasini dadamdan so'rayman. Davlatimiz tomonidan ushbu yoshlarga qaratilgan imkoniyatlar juda yuqori sifatda. Hozirgi kunda o'zim farzandlarim ham sport to'garaklari, o'qish, hamma narsaga bepul qatnashadi. Yoshlarning sport bilan shug'ullanishi, bepul ta'lim olishi, rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Meni o'z farzandlarim ham mana shunday imkoniyatlardan foydalanmoqda. Mana shunday imkoniyatni yaratib berayotgan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar mehr bersang, bular ham mehr bilan javob qaytarishadi. Ular eshitdi-da menga Toshkentda o'sha mehribonlik uyida olayotgan paytimda, agar bu bolalar o'sha Qoraqalpoqdan qaytib kelsa, boshqa qabul qilinmaydi, o'ylab ko'ring deb qayta-qayta menga imkon berishdi. Lekin o'zlari ham eshitdi-da shu gaplarni. Bular hammasi aytishadi, oyim bizani va'da berib, so'z berib olib kelgan. Hozirgi kunda bolalarimiz o'qishdan tashqari, to'garaklardan tashqari kasblarga ham boryapti. Masalan, Nyuskov Maksim oilada 3-farzandimiz. Panjara temir eshiklar ishlash bo'yicha shogirdlikka tushgan. Keyin Churik Maksim avtotuningga qiziqadi, u mashinalarga o'shanga ham shogirdlikka tushib, hozirgi kunda kasb egallashi uchun shug'ullanib kelmoqda. Mushnikov Yelisey, Ruslan, ular esa mashg'ulotlarga boradi. Oksfordimiz bor hozirgi kunda. Matematika, arifmetika, ingliz tili bo'yicha mashg'ulotlarga qatnashadi. Mana shu bizga berilgan mas'uliyatli shu bolalarni bir kelajakda bir vatanimizga, xalqimizga bir yaxshi inson, bir kerakli inson bo'lib tarbiyalashda o'z hissamizni qo'shish niyatidamiz. Mening ismim Nikita, 18 yoshimdaman. O'zbekcha ayta olmayman, hozir qanday deyiladi to'yda. Men o'zbekcha bir yaxshi ayta olmayman. Men rusman chunki oila ruschalab tushuntirib beraman. Семья — это как бы одно целое для нас всех, чтобы мы были всегда вместе. Это самое главное в жизни, семья. Надо уважать всех братишек, сестренок, маму, папу.
Я маму, папу очень сильно люблю. Прям это невозможно показать в жизни и даже придумать эту всю любовь к маме и папе. Mening ismim Yuskov Maksim. 2008-yilman. Oilani yaxshi ko'rishing, shu oila uchun boyingni berishing kerakda. O'tib yarim yo'lda tashlab ketmaslik, shu надо знать, что семья дорога тебе. Avaylashing kerak oilani. Farzandlar ko'p ota-onadan mehr istashadi. Keyin faqat yonida bo'lishni istashadi. Uylanganda, to'y bo'lganda hammasini yonida turib bersin deb xohlaydi har bir farzand deb o'ylayman. Я Мушников Елисей Сергеевич, переводчик. Хочу в будущем стать. Семья — это как-то вот по-другому. Жизнь тоже здесь по-другому. Все хорошо здесь. Что не было, например, в детдоме, здесь мы увидели. Любовь, типа, уважение друг к другу. А в других, например, в детдоме там не было такое уважения, любви. Все за себя были. Меня зовут Руслан, я хочу стать блогером, снимать в Инстаграме видео. Ну, qiziqishim bor da. Meni bir yosh bola deb ko'rmasligi, kichkina bolalar bilan tenglashtirmaydigan shunday odati bor. Men bilan bir o'zim bilan tengi odamdek so'ylashadi men bilan, mana shu yoqada. Avvallari oyi deyishardi, lekin hozir oyijon deyishadi. Masalan, avvallari sal o'zini olib qochardi, lekin hozir yonimga kelib bemalol quchoqlab, hozir lekin oyijon deb chaqirishadi. Mehribonlik uyida paytida oyijon deb chaqirganman. Men hozirgacha bularga savol beramanda, nimaga meni tanlagansizlar? Nimaga o'sha Qoraqalpoqqa ketaman deb aytgansizlar? Desam, oyi dedi, sizni birinchi ko'rgan paytimizda dedi, yaxshi onaga o'xshagansiz dedi. Kunda men ishdan qaytib uyga borsam, 8 nafar farzandim dada, oyi deb kutib olishadi bizni ishdan qaytgan payti. Bir kun xo'jayinim yo'q payti mazam qochib qolgan payti o'sha uyda telefon yo'q bo'lganmi bilmayman. Ular qo'rqib ketishganmi. Men mazam qochib yotgan paytim uyimizning yonida do'kon bor edi. O'sha do'konga oyoq yalang borgan, ko'riga telefon qilib bering deb. O'sha do'konchi meni ko'rgandan keyin farzanding yugurib kelib o'sha tez yordamga qo'ng'iroq qilib bering deb oyog'i yalang kelibdi deb o'sha tez yordamda kelgan hamshiralar ham siz baxtli ona ekansiz. Hammasi ustimda parvona bo'lyapti-da, bittasi oyog'im bossa, bittasi qo'lim bosib, oyim yaxshimi deb hamshiralar ham hayron qolishyapti. Hattoki deydi, o'zing farzanding ham deydi bunaqa yaxshi qaramaydi deydi. Bittasi oyog'im bosib, bittasi suv olib kelib qarashib. O'sha payt eshitgan paytim juda nima qilganman. Vaqt kelib ota-onani mehrini sezdim, farzandlarni tashlab ketganlarga. Aytolmayman-da, chunki o'zim 4 yoshligimdami tashlab ketishgan. Ularga gapim ham yo'q-da. Hech nima gapim ham yo'q. Qanday tasavvur qilishni ham bilmayman-da unaqa ota-onalar o'zini farzandini tashlab ketadigan yarim yo'lda. Qanday o'zi dunyoga keltirgan farzandini tashlab ketishga ota-onalarga aytadigan gapim, farzandiga ko'proq mehr bersin, vaqt ajratsin. Biz sizlardan faqat mehr kutamiz. Плюнуть, не так уж. O'zingiz nima xohlaysiz kattalardan ko'proq? Хочу внимание, доброту и чтобы побольше проводили время с нами. Маленькие от больших хотят только, чтобы типа их уважали, любили, ценили. Bittasiga birov gapirsa yoki urishmoqchi bo'lsa hammasi qo'shilib ketishadi. Lekin aytishadi, maktabda yursak ham bularda oilasida ko'pchilik, masalan 5 tasi hammasi bitta maktabda o'qirdi. Hazillashib aytishadi, uyga kelgandan keyin, oyi bizga hech kim tega olmaydi, chunki bizlar 5 tamiz-ku dedi, 5 tamiz bo'lgani uchun dedi, hech kim tega olmaydi bizga deb hazillashib aytishadi. Shunaqa, agar meni farzandlarimga ham birov gapirsa, nima qilsa,
meni farzandlarimni ham tarafini olib o'zini ukasinday bo'lib ketganda to'g'risini aytsam ko'p farzand bo'lsa uyda zerikmaysan. Ukang bo'lsa, ukangga himoya qilasan. Tipa sanda ham anaqa bo'ladi, tipa men akaman deb g'ururlanib yurasan. Akang bo'lsa, sen yana 2 karra g'ururlanasan, akam bor deb qo'rqmaysan. Chunki biz birga bo'lsak, boshqalarga qo'shilmaymiz-da, boshqalar kerak emas bizga. eng ko'p yaxshi gap aytadigan, takror aytadigan va quchoqlab yonimdan ketmaydigan Yuskov Maksim. O'sha kerak bo'lsa oyog'imdan ham o'pgan. Men o'zim onam ko'rmaganman dedi. Eslolmayman dedi, lekin ko'z oldimga dedi, siz gavdalanasiz dedi, onam deb dedi, men sizni bilganman dedi. Ko'chada jo'larimga ham bemalol ayta olaman endi. Meni ham ota-onam bor, dadam, oyim bor deb faxrlanib yura olaman endi. Masalan, bir vaqti ishdan charchab kelib ovqatga shoshilib qarab yursam, hazillashadilar. Oyi, nima kelin olib kelib beraylikmi deb hazillashadi. 7 qavat ko'rpacha ustida o'tirasiz, farmon buvi bo'lasiz deb hazillashib aytishadi. Men bularni hayotida bo'lgan qiyinchiliklarni hammasini eshitganman-da o'zi. Masalan, o'zlari bir gaplashib qolgan paytimizda ichidagi gaplarni aytib beradi-da. Men bularni hayotini hech kimga ravo ko'rmayman. Bularni ko'rgan qiyinchiliklari hech kimga ravo ko'rmayman. Hech qachon hech kimni ota-onasidan erta ayirmasin hech qaysi bir insonni. Savol beraman-da o'zim, masalan, bularni ichidagi qanaqa hissiyot, masalan, bu katta bo'lib qoldi-da endi. O'sha hozir masalan oying kelsa, masalan, qaytib kelgan bo'lsa, seni izlab kelsa, nima deysan desa, men unda oyim yo'q dedi. Men uni dedi tan olmayman dedi, u meni dedi yoshligimdan tashlab ketgan dedi. Hech qachon voz kechmasin onalar farzandidan deyman. Katta bo'lsam shu mehrli, ko'p e'tibor beradigan o'zini bolalariga ota bo'lmoqchiman. В будущем искать, если я буду отцом, я никогда не позволю своему сыну, чтобы он тоже, как я, пошел по дороге. Я бы хотел, чтобы такие родители не делали такие ошибки, как мои родители. Другим родителям я советую, чтобы они ценили своего сына или дочку, чтобы они любили его, не теряли. Если они потеряют сына, это уже потом трудно будет вернуть. Я когда хочу стать папой, я бы хотел побольше проводить со своим время с женой, детьми, возить куда-нибудь в парке, там путешествия делать. Самое главное, проводить побольше времени с ребенком, да, и женой, чтобы было хорошо у нас в семье. Мамы нету, да, нам скучно, одиноко. Каждый ребенок хочет родительского тепла. Потому что я сам, как ребенок из дома, я хотел родительских тепла. Потому что когда ребенок без родителей, это ему грустно. Из дома, если какую-то еду дают, это по-другому, а вот домашняя еда будет по-другому. Потому что мама это все со своего сердца готовит и делает, чтобы мои дети наелись. Все было вкусно. O'zlaridan so'rashaman, hammasi birgalikda ko'pincha osh pishirib bering deydi. Palov. Agar qiyin ovqatlar bo'lsa, oyi charchab kelgansiz, osonrog'ini qilib bering deb o'zlari taklif berishadi. Hammasi yordam berishadi. Ovqat qilganda ham, uy tozalashda ham, hamma ishda yordam berishadi. Hattoki ular ketib qolsa, men qaysi narsa qayerda turganini ham bilmayman. Hammasini o'zlari biladi. Да, вот тут тоже я сегодня помогал, подметал. Там посуду помыл немного. Сейчас помог почистить, там вот этот. Здесь я попал, и у меня больше друзей стало, больше родных. Я очень rad to, что я попал в эту семью. Mahallamizda yashovchi Jumanazar va Adolat o'zining xonadonida bolalar uyi tashkil qilib, 6 ta farzandni o'z tarbiyasiga olib, o'zining 2 ta farzand, jami 8 ta farzandni hozirgi kunda tarbiyalab, o'qishlariga hamda o'zining hukumat tomonidan ishlarga ham ulgurib kelmoqda. Bu oila
mahallamizda eng namunali bir yaxshi oilalar qatorida o'zining farzandlari hamda 6 ta rus millatiga mansub bo'lgan farzandlarni tarbiyalab, o'qitib, har bir ishga bosh qosh bo'lib namunali bo'lib kelmoqda. Har bir farzandga alohida e'tibor berib kelmoqda. Maktabgacha bo'lsin, maktabdan keyingi davri bo'lsin, uydagi yumushlari bo'lsin. Bu farzandlarning maktab o'qishi, uydagi jarayonlari hammasiga bosh qosh bo'lib g'amxo'rlik qilib kelmoqda. 2026-yil mahallani rivojlantirish hamda jamiyatni yuksaltirish yiliga bir bardavom hisobida mana shu Jumanazarova Adolat singlimiz mahallani rivojlantirishda o'zining katta beqiyos tarbiyasi bilan, e'tibori bilan, mana shunday g'amxo'rligi bilan farzandlarni olib tarbiyalayotganligi bilan namuna bo'lib kelmoqda. Mana shu bolalar uyda tarbiyalanib kelayotgan 6 nafar farzandlarimiz hozirgi kunda o'z ota-onasidek his qilib mana shu xonadonda o'qib, yashab katta bo'lmoqda. Bu nimadan dalolat? Hurmatli prezidentimizning har bir hozirgi kunda inson qadri uchun chiqarayotgan farmonlari, qarorlarining ijrosini mana shunday singlimizning xonadonidagi bo'layotgan g'amxo'rlik, mana shunday tarbiyalardan ko'rishimiz mumkin. Adalat bilan qo'shniman. Shu bolalarga yaxshi tarbiya beradi. Shu 8 balani o'zi bo'lmaydi. Молодец, men tan qalaman, bir vaqtlari ishini ham ispit etadi, uyini ham ispit etadi. Qala ulgurasan deb hayron qolamiz. Yaxshi qo'ng'ishlar bilan shu bir narsa bo'lajak bo'lsa, darrov chiqib, nishtamiz deb bolalarni ham chiqaradi. Qo'ng'ishlarga yordam beringlar deb chiqin qani deb bolalar ham yaxshi ko'rgan yerda salomini nesini beradi. Tinmaydi, tinib tinchimaydi, ishchan. Endi haqiqatda da bu ko'rib o'tirgan zatimizni aytamiz. Yuzida baxt ko'rgim keladi. Keyin shu katta bo'lganimda shu uyga kelin olib kelib, shu birga yashashni xohlayman. Hammasini uylantirish niyatim bor. Hammasini uylantirib, uyli joyli qilib, bir yaxshi oila qurishlariga Xudo xolasa o'zim yordam beraman deb niyat qilib yuribman. Men baxt deganda onalikni tushunaman. Birinchi navbatda oilani tushunaman. Ota-onaning sog'ligini tushunaman. Ota-onang borki, baxtlisan. Baxt bu meni farzandlarim, oilam, ota-onam. Shu men uchun baxt. Sog' salomat yursa, oldimizda eson-omon yursa, ana shu o'zi katta baxt men uchun. Dada, oyim mast yashashgan, baxtimga sog' bo'ling. Мама, пап, я вас очень сильно люблю. Обнимаю, целую. Dada, oyim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dada, oyim, men sizni yaxshi ko'raman. Мама, папа, я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы мне подарили. Я очень сильно вас люблю.